200 ming bilan 70-80 ta jo'ja chiqaradigan apparat. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videoda men sizlarga qanday qilib inkubator yasaganimni ko'rsatib o'tmoqchiman. Uy sharoitida shunday qilib bor yo'g'i 200 ming rasxod qilib har 22 kun 23 kunda 60 ta 70 ta 80 tagacha jo'ja chiqarib sotsalaring bo'ladi, foydalansalaring bo'ladi o'zlaring uchun. Qanday qilib yasasa bo'ladi deganlarga endi men sizlarga ko'rsatib berib o'tmoqchiman. Bu korobkamizning ichida bunday terma datchik bo'ladi. Temperaturani ushlab turadigan. Keyinsiga ichida ventilyatorimiz. Ventilyator 220 ga ham ulanayotganlari bor. 220 ga ulanayotganini olmoqchi bo'lsalaring agar blok upravleniya kerak bo'lmaydi. Boyaga 220 ni 12 volt qilib beradigan narsa kerak bo'lmaydi. Pramoy ventilyatori o'zini ulab qo'ysalaring bo'laveradi bitta vilka qilib. Hozir men sizlarga ko'rsatib berib o'taman hozir. Ventilyatorlarimizni ключат qildik mana. Ishlab turibdi. Endi men sizlarga chirog'ini ham tiqib ko'rsataman. Chirog'iga bitta vilka yasab qo'yganmiz. Bitta patron, bitta lampochka ketadi. Uni pramoy ulab qo'yganmiz. 220 ga pramoy ishlayveradi. Faqat terma regulyatori datchiga osilib turgandan keyin через terma regulyator ulab qo'yganmiz. Terma regulyator o'zi polni regirovka qilib, biz qo'ygan gradusni polni ushlab berib turadi. Hozirgi paytda endi g'ozni yoqqanim uchun 23 gradus ko'rsatib turibdi. Datchiga obязательно yonish kerak. Ikkita ventilyator bu yoqqa namlikda fuda berib, latok turgandan keyin latokni yoqqa bu yoqqa regirovka qilib beraveradi. Obязательно tagiga katta bo'lmasa ham, misol uchun 2 ta 3 ta kichkina tarelka yo bo'lmasa kosami, piyalaga, kosaga yoki laganchalarga suv solib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Yo mana shunday qilib pandiz qo'yib, pandizni faqat yarmini to'sib qo'yish kerak bo'ladi. Mana bunday qilib, misol uchun yarmini to'sib qo'ysalaring, namlik mana shu oldidan chiqqan kamina namligi yetib oshadi. Faqat 18 kungacha. 18 kundan keyinsiga olib tashlaymiz. Pandizni suvga to'ldirib qo'yamiz. Namlikni ko'taramiz. Keyin inkubatorimizda yonlarida teshigi bo'ladi, orqalarida teshigi bo'ladi. Teshiklarni iloji boricha yopish kerak bo'ladi polni. Hozir men sizlarga endi latokni bu latogimizga hozir 88 ta tuxum sig'adi. 88 taga rashitini qilib qo'yaman. Endi buni datchikni o'rtadan chiqarib qo'yamiz, chunki datchik tuxumlar ustida turishi kerak. Men endi buni o'zim uchun yasaganim uchun bunday bir yog'iga bolt, keyin mana bu yog'ida ikkinchi yog'ida ham bolti bor. Hozir men sizlarga bu yog'ini ham tiqib ko'rsataman. Mana, qarang. Bu yog'ida ham bolt qilib qo'yganman. Gaykaga shunday qotirib qo'yaman, bitta shaybani qo'yib turib bo'ldi. Misol uchun tuxumni 18 kungacha regirovka qilaveraman. Misol uchun bir kun bu yerga qilib qo'ysam erta bilan bir tarafga o'klanib turadi. Kechqurun keyin bu yoq tarafga o'klan qilib qo'yaman. Shunday qilib turib 18 kundan keyinsiga bunga obязательно yana bitta shuni o'zidek qilib yasab qo'yib, vыводной qilib qo'yish kerak. Vыводной qilgan paytda ham misol uchun latok mana shunday tekis turadi. Misol uchun mana bunday tekis tursa, misol uchun 4 ta joyiga yo rekacha yo mana shu penoplexni o'zidan 4 yoqqa qo'yib setishni latok yasab qo'ysalaring ham bo'laveradi. Hozir endi men vaqt sal yo'qroq uchun, srochniga uchun mana shunday qilib yasab qo'ydim. Hozir misol uchun men buni olib qo'ysam ham bo'ladi. Olib turib setishni yasab turib, keyinga 4 yoqqa qotirib qo'yadigan qilib turib, tuxumlarga yozib qo'ysam ham bo'laveradi. Erta bilan kech og'darib tursam ham bo'laveradi. Men endi og'darib turmaydi. Mana shunday ko'rinishda yasab qo'ydim. O'zi 88 ta tuxum sig'adi bunga. 90% ochib chiqadi. 90% ochib chiqdi. Hozir endi bu apparat bo'shagani uchun ishlatganim yo'q paka. Graduslarni hozir misol uchun mana shuni yopishim bilan gradusi ko'tariladi. Hozir yopib ko'rsatamiz hozir. Mana bu yerda hozir 27 gradus. Hozir 1 minut o'tmasdan уже gradus ko'tariladi. Ichkaridagi gradus. Bu mana bu probkamiz bu namligida bu yoqdan namlik chiqib ketaveradi. Misol uchun
inkubatorimizni ichida namlik ko'payib ketsa, probkasini ochib qo'ysak bo'ladi. Bir xilla 3 ta yasab qo'yadi. Misol uchun bu yerga 2 ta yasab turib, yo bo'lmasa bitta o'rtaga yasab qo'yib, 2 ta bu yerga ham yasab qo'ysa bo'laveradi. Bu faqat namlikni regirovka qilib turadigan narsasi. Keyinsiga inkubatorga nimalar ketadi deganlarga ventilyator, termoregulyator, keyin mana shunday mana namlikni ko'rsatib turadigan datchik. Aynan narsalar kerak bo'ladi. 200 mingga misol uchun uyda yasab olib, odam o'zi ham bemalol ochirsa bo'laveradi, jo'jaladi. Razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri 45 sm ga 45 sm bo'yi, uzunligiga 60 sm. O'zi Penaplekslar 60 sm bo'ladi. Shu 60 sm o'zini olib turib, faqat uzunligiga kesamiz. Uzunligiga 1.20 adashmasam yoki 1 metr bo'ladi. Shunga uzunligiga misol uchun kesib olaveramizda. Bunaqasiga turaveradi, 60 ga eniga turaveradi, uzunligiga kesib olaveramiz. Shunda ikkita Penapleks bilan misol uchun mana shu tayyor bo'ladi-da. Endi Penapleks qancha deganlarga, misol uchun hamma yoqda har xil. Misol uchun 15 mingdan 30 mingga Penapleks olsalaring, 30 mingga Penapleks, misol uchun magazinda mana ular ham bir xillada 20 ming, bir xillada 30 ming turadi. 20 ming 30 mingga buni olasizlar. Keyinsiga patron, ikkita ventilyator, keyinsiga datchik, mana datchik ham hozir ko'tarilyapti. Ichidagi gradislari hozir ko'tarilyapti hozir. Hozir men sizlarga endi qanday qilib bu yerdan nimalar bosishni ham ko'rsataman, qaranglar. Setni 2 marta bossak, pastki gradus. Pastki gradusi. Hozir endi setni 1 marta bosib turib, tepaga qaragan strelkani bosib, setni yana rezki bosish kerak. Shunda keyinga qo'yiladigan gradus ko'rinadi. Misol uchun shu gradusga chiqqandan keyin lampochkamiz o'chadi. Misol uchun qaranglar, bosdim. P1 ko'ringandan keyin yana setni bossak, mana 37.8 ga qo'yilgan. Misol uchun 37.8 ga chiqqandan keyin lampochkamiz o'chadi. 37.4 ga tushgandan keyin lampochkamiz yonadi. Shunday bo'lib 3-4 raznica o'ynab tursa, tuxum ochishi 90%, 95%, xudo xolasa zakonni ochib chiqadi. Misol uchun 2 marta bosdilaring, qo'yiladigan gradus, misol uchun pastga bo'ladigan bo'lsa, pasaytirasizlar, mana pastga qaragan strelkani bosib, tepaga bo'lsa, tepagani bosasizlar. Shu pastga, tepaga qaragan ikkita strelka bor. Shundan baland past qilib olsalaring bo'laveradi. Misol uchun setni bosdik, P ni bosib turib, P adin bo'lgandan keyin yana setni bossak, mana misol uchun tepaga qo'ymoqchi bo'lsak, tepaga qo'yamiz. Pastga bo'lsa, pastga qo'yib qo'yib, mana qilib turib yana o'zida qoldirsak, xudo xolasa chiroyli bo'lib ochib chiqadi. Hozir mana gradus уже 32.8 ga ko'tarildi. Keyin ko'pchilik namlik ko'payib ketyapti, qanday qilib namlikni kamaytirsak bo'ladi degan savollar ham ko'p tushadi. Namlik faqat mana shu tepaga mana bitta probka yasab qo'yganman misol uchun. Shu probkani ko'paytirish kerak-da, sonini ko'paytirish kerak. Hozir datchikni solsak, o'zi gradusi pichadan keyin o'sha bilsak bo'ladi, necha gradus hozir inkubator ichida bo'lyapti. Misol uchun shu namlikni chiqarayotgan faqat probka joylarini ko'paytiramiz. Keyin inkubatorni yo orqa qismidan yoki mana ventilyator turgan joy bor. Mana bu yerda ventilyator turibdi ikkita. Ventilyator orqasida teshik qilib qo'ysalaring ham bo'laveradi-da. Keyin ko'pchilik namlikni jo'jalar chiqishiga yaqin ko'tara olmaymiz deganlarga, inkubator hamma joyida bo'lgan teshiklarni yopish kerak. Misol uchun mana probka bo'ladigan bo'lsa, probkadan qilingan bo'lsa, buni ham yopish kerak. Hamma joyini yopib turib, chiroyli qilib yopib qo'yganlaringdan keyin, misol uchun tuxum chiqishiga 3 kun qolgan paytda polni yopish kerak-da, teshiklarni yopib namlikni ko'tarish kerak. Ana shu paytda sizlarda namlik ko'tariladi, teshiklar yopilgandan keyin. Agar teshik ochiq turadigan bo'lsa, probkani joyi ochiq turadigan bo'lsa, unda namlik ko'tarilmaydi. Hozir mana 24, pashta 25 ga chiqdi. Namlik 85. Nimaga? Sababi pandizimiz ichida suv yarim bor. Pandizimizni yopmaganmiz, shu uchun namlik ko'payib ketyapti. Bu namlik faqat ochib chiqayotgan paytda shunday qilib qo'ysalaring bo'ladi. Bu yerda mana 35 7 ga bordi hozir. Shunday qilib misol uchun 200 mingga bitta inkubator yasab, jo'ja ochirib sotsalaring bo'ladi. Shunday gaplar o'rtoqlar.